Avvalambor assalomu alaykum. Mavzuyimiz kredit modul tizimining asosiy tamoyillari va Boloniya deklaratsiyasi. Xo'sh, kredit modul tizimi o'zi nima? Kredit modul tizimi bu o'quv jarayonini kredit orqali baholash va modullar asosida tashkil qilish tizimi hisoblanadi. U zamonaviy oliy ta'lim sifatini oshirish, talabaning faolligini kuchaytirish va xalqaro ta'limga moslashish uchun joriy etiladi. Kredit modul tizimining asosiy tamoyillari mavjud. Bulardan birinchisi o'quv yuklamani kreditlarda hisoblash. Masalan, bir kredit talabaning 25-30 soatiga to'g'ri keladi. Agar iki kredit talabaning 50-60 soat atrofiga to'g'ri keladi. Bunda ma'ruza, amaliyot, mustaqil ta'lim barcha kreditga kiritiladi. Shular hammasi kiritiladi. Ikkinchisi modullik. O'quv fani modullar ko'rinishida o'qitiladi. Har bir modul maqsad, topshiriq, baholash mezoni va natijaga ega bo'ladi. Uchinchisi talabaning mustaqilligini oshirish. Talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Mustaqil ta'lim ulushi ko'proq bo'ladi. Va to'rtinchisi shaffof baholash tizimi. Bunda oraliq baholash, joriy nazorat, keyin final nazorat baholashlari hisoblanadi. Masalan, bitta talabaga, bitta guruhga bitta fandan 15 soat dars berilgan bo'lsa, 15 soat dars 15 ta darsda mavzudan keyin tugatilgandan keyin nazorat ishi, oraliq ishlari olinadi o'sha talabalardan va keyin o'sha oraliq nazorat ishlari bilan birgalikda joriy nazorat ishlari, final yakunlash ishlari hammasi hisobga olinib, unga maksimal bir baho chiqariladi. O'sha shaffof baholash tizimi hisoblanadi. Va keyingisi kasbiy kompetensiyaga yo'naltirilganlik. Bunda har bir modul aniq kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan hisoblanadi. Va oltinchisi akademik mobillik. Bunda talaba to'plagan kreditlarni boshqa oliy ta'lim muassasalariga ko'chira olishi mumkin. Xalqaro almashuv dasturlariga mos keladi bu. Va oxirgisi moslashuvchan ta'lim. Bunda talaba o'ziga kerak bo'lgan fanlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, ikkinchi semestrda qaysidir fanlar beriladi. O'sha fanlardan xohlagan o'ziga xohlagan mos bo'lgan biron bir fanni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Gruppavoy kelishilgan holatda va individual o'quv reja tuzish qulaylashadi. Keyin Boloniya deklaratsiyasiga keladigan bo'lsak, Boloniya deklaratsiyasi 1999-yilda Yevropaning 29 ta davlat tomonidan imzolangan xalqaro hujjat bo'lib, u Yevropa oliy ta'lim hududida yaratishga qaratilgan. Bu deklaratsiya oliy ta'limni bir xil standartga keltirish va talabalarning Yevropa bo'ylab erkin o'qishi uchun qabul qilingan deklaratsiya hisoblanadi. Uning asosiy yo'nalishlari mavjud, nechtadir. Birinchisi yagona kredit tizimi. Bunda barcha davlatlarda kreditlar orqali ta'lim o'lchash hisoblanadi. Kreditlarni tan olish va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ko'chirish tizimi hisoblanadi. Ikkinchisi 3 bosqichli ta'lim tizimi. Bunda bakalavriat, magistratura va doktoranturalar hisobga olinadi. Diplomlarning xalqaro tan olinishi oshadi. Keyin uchinchisi ta'lim sifati monitoringi. Bunda oliy ta'lim muassasalarida ichki va tashqi sifatni baholash tizimi. Keyin ta'lim sifati bo'yicha yagona mezonlar ishlab chiqiladi. Va to'rtinchisi talaba va o'qituvchi mobilligi. Bunda Erasmus kabi almashuv dasturlarini rivojlantirish kuchaytiriladi. Talabalarning boshqa davlatlarda o'qishi yengillashadi bu orqali. Beshinchisi diplomlarga qo'shimcha ilova berish. Bitiruvchining malakasini xalqaro miqyosda tan olishi osonlashtiriladi. Oltinchisi ochiq va shaffof ta'lim muhiti.
oliy ta'lim muassasalarining ta'lim dasturlari, baholash mezonlari ochiq bo'ladi. Xuddi boya aytib o'tganimdek, baholash mezonlari haqiqiylik, haqqoniylik asosida olib boriladi, shaffoflik asosida olib boriladi. Endi xulosaga keladigan bo'lsak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kredit modul tizimi o'zi talaba markazida bo'lgan shaffof, moslashuvchan va kompetensiyaga asoslangan o'qitish metodi hisoblanadi, model hisoblanadi. Boloniya deklaratsiyasi esa Yevropa oliy ta'limini birlashtirib, kredit tizimiga o'tishni targ'ib qiluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Bunda ikkalasi ham xalqaro ta'limga integratsiya, mobil ta'lim va sifat kafolatiga qaratilgan hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.